O'zbek Tayson'da bugungi urushganini ko'rdinglarmi? Oktagon ligani yorvordi bu bola borib. Вообще bunaqa rezultat kutmagan edim. O'zi itak birinchi raundda ochkolarni hisobiga yutayotgan edi. Ikkinchi raundga chiqqandan keyin hech kim kutmagan holatda tak urib oqizib qo'ydi-yu. Вообще krasavchik. Hariga o'sish borda bu boladachi. Noldan ko'tarilyapti. Professional sportsmen emas. Sekin o'sishda davom etyapti bu bola. Eng maza qilgan joyim setkani ichiga onasini chaqirdi-yu, onasi chiqib turib bitta yig'lab berdi, shu yeriga maza qildim. Nimaga? Chunki hariga ona xafa bo'lganidan emas, quvonch ko'z yoshda farzandidan faxrlanib ketdi. Shu yeriga vobshe maza qildim borib. Agar bu bolani o'zbek xalqi yutsa ham, yutkisa ham poddeshka qiladigan bo'lsa, bu bola katta odam bo'lib ketadi. Nimaga? Chunki bu bolada tipaj ham bor, media ham bor. Mana tim более sportivniy tomonlama yo'lga qo'yib olyapti-ekan, agar shu ketish bo'ladigan bo'lsa, bu realni katta odam bo'lib ketadi. O'zi Oktagon ligada основной bloger bo'lganim uchun media boislarni kuzataman. Nimaga? Intriga qilishadi, shou qilishadi. Shunga yarasha rezultat qilamikin deb turib kuzataman-da. Eng qizig'i bugungi Oktagon ligada bitta shu balon jangini kuzatdim. Lekin shunda ham maza qildim. Bu nima deymiz? Jasurbekni g'alabasi bilan tabriklaymiz.